Assalamu alaykum. Təşnalıq bilan ekran aldıda növbətdəki çıxışımızı kütüb otağan əzizanə tele tamaşaçılar. Bugün biz sizlər bilan Qazaxstan Respublikasındakı Uyğur Akadem Qudus Xocamayarov nomidagi komediya və musiqалық teatrının drama aktyoru Uşurov Mirzahmet aka Nuralım oğlu bilan söhbətdə bolumuz. Bugünkü bizim söhbətimiz faqat sənətkarның hayatı, icadi hayatı bilan tanışıp ötüş. Mirzahmet aka Uşurov özünün barlıq danlıq hayatını səhnə üçün bağışladı. Səhnə akımızın hayatıdır. Mirzahmet aka Nuralım oğlu bizning studiyamızga xush kelibsiz. Rahmet. Mirzahmet aka, an'anamiz bo'yicha o'zingizni bir tanıştırıp ötsiniz. Bo'ldi. Ben Uyghur nahiyasındaki en güzel yerlerinin biri Kırıksay mevzisi tug'ilibdi. 1951 yıl 12 noyabrda. Şu yazıda okudum, terbiyelendim. Uya 8 yıllık mektep boğanlığı için 10 yıllıkını çoğunca tükütüp, onundan keyin Almatı'daki Respublikalık İstirahat Stüdyosu'na düşüp, bir yıl boğanda harbiy hizmetke gidip ketdi, harbiy hizmetken keyin qaytib o'qishimni tugutib, onundan keyin bizning ustozimiz Sergey Rubenovich başlayan meniki şu aktörlük vazifamni yana davomlashtirishni o'ylab meni aktyorlik ustozlik Xadisha Bukeyevniki klassiga o'qig'in deb meni yo'lladi. Shuning bilan ben uyaga ekzamen topshirib tushdim, muvaffaqiyatli tushdim. Şunundan keyin bu aktyorluk fakültetini 1977 yılı tügütüp, şu yılıla Uyghur tiyatroga kirdim. Ta hürmetlik demiş çıkıp ketkiçe şu tiyatroda işledim. Bana hazır demip jurvatımız. Rahmet aka, rahmet. Söhbətni başlaşdan burun aka, sizniki 70 yıllık təvəllüdünüz bilan Qadam Studiyası namıdan çin qalbimizdən sizni təbriklaymiz. Sizə faqat salamatlik tiləymiz. Siz oxşaş drama aktyorları bizning xalqimizga hojat. Rahmet. Mirzahmet aka, endi sizga shundaq siz sanatkor bo'lgandiki, bugungi savollarimiz faqat san'at haqida bo'ladi emasmi? Siz muş sanatkarlar ailesinde dünyaya geldiniz mi ya ki adli bir ailedin mi? Qanday desem olur ki, bunun bir sebebi var. Benim dadamның inisi Vacip degan naiti mahir tutaçı xalq naqşlarini, ili naqşlarini şundaq yaxşı yetkizip yetadigan insan dedim. Belki şu kichikchig'imizdan şu sazlarını, nakşlarını tınşap jürüp östük. Şunun bir kudreti bulsa gerek. Şu sanatga iştiyak bağladık. Bu sanatga kirdik. Ben oylayman, şu sanat ötken hayat bekar ötmedi deb oylayman da. Çünkü halkımızga bağ küçümüzni berdik. Bağ Xudayım degan talantımızını berdik. Endi nimdeyimiz? Hazır bana demilip, ballanık kiraatida jurvatımız. Uruk yoklaymiz. Yakı varımız degendek. Yaxşı, Mirzahmet aka, rahmet. Yani sizin şu sanatga bo'lgan qiziqishingiz necha yoshlardan boshlandı? Endi bu bir 4. klaslarda, 5. klaslarda mekin şundaq olsa gerek deb o'ylayman. O çağlarda 19 may Pionerlar Günü deb belgilenген. Şu meyramda biz yezidin çoğuncuğu merkezge berip, şu yerda slot ötetdi, şu yerlerde kichik naqshlarni etib, she'rlarni o'qib jurganda bu şu bir 5. sınıf, 6. sınıflarmikin şu paytlarda ben bunga kadimgidek qiziqib kirishgan bo'lsin kerak. Şu paytlar. Yaxşı, rahmet.
Endi bu san'at degan o'zi nima? Shu san'at deganni qanday tushunasiz? Bu savol nihoyatda ig'ir. Bu san'at degan kasblarning ichida eng ig'ir, qiyin kasbning biri. Chunki buni shu o'qish vaqtida bu ishniki, bu san'atning qanchalik ig'irligini shu student davrimizda bildik. Mana shu ig'irchilik chidaolaymizmi, chidamaymizmi deb biz 24 balla tushgan, 24 baldan 12 ballı tugatib chiqdik. Bizning kursda. Shunga qarab, shu san'atdagi eng ig'ir yo'lni ko'pincha yosh bolalarimiz shu orzulab suygan, shu o'zining mutaxassis mushundan bo'lmaydigan bolalar ketib qoldi. Buning ig'irchiligi shunchalik. Masalan, mana bu san'atning ig'irchiligi bir rol bersa, bu rolniki shu tomoshabinga ochiqcha qanchalik ig'ir ekanligini faqat shu o'ylagan artist, aktyor o'zi bildi. Yani asasen bir aktörün emas, rejissörün çoğunun küçük çıkıdı. Bana bunu sintez iskustru deydi. Şu umumi, şu rejissörün koygan talebi bilen özünün işki haleti, kançılık mahirliği bilen izdiniş yolda şunun bilen çıkıdı. Şunun için ben oylayman ki bu ig'ir kasb, aktyorlik degan. Bu senden o'zi ig'ir mutaxassislik. Chunki u yerda o'zingniki yuragini qo'shmasan, izdanmasan, bu yerda san'at yo'q degan so'z. Siz drama aktyoru dedida bu san'at degan siz uchun eng muhimmi yoki qanday bir muhimligi siz uchun qanchalik darajada? Elbette muhim. Gayet mezgillerde, şu rol bölge vaxtlarda adamdaki özünün organizmiga, özünün kuruluş tüzülüşüge düşüdüğün roller buldu. Düşmeydiğin roller buldu. Şu vaxtda aşında özününki içki haletige, özününki oy fikriga durus keldiğin roller bulsa, bu мәңгілік қалдыған roller деп ойлаймын. O hiç kaçan tomoshabinning esidan ketmaydi o. Shundoq saqlanib qolgan roller. Shuning uchun bu yerda men bu kasbni o'ng'ay kasb deb o'ylamayman. Ig'ir kasb. Faqat shu san'atkor sahnada ijod qilayotgan san'atkor aktyor o'zini biladi demoqchisiz bu? Albatta. Shu o'zi bildi bu japonni. Shuning uchun ko'pchilik tomoshabinlar voy buni artistlar qiyirmaydi, bular nima o'qat qildi deydi. Bular shu sahnadagi o'zi hamma yoqdan taltuguz tayyorlanib bitgan produksiyani ko'rdi. O sahnaning ichidagi ig'ir yerini bilmaydi. Shuning uchun sizning asosiy maqsadlaringizni anglab tushundik. Mirzahmat aka, siz bu sahnada ijobiy rolni ko'p atqiramsiz yoki salbiy rollarni ko'p atqiramsiz? Menimcha har ikkilisi teng ekan. Ijobiy bilan salbiy. Endi bu sahnada men shaxsan o'zim ijobiy, salbiy deb men bo'lmayman ben. Nima aktyorlikda. Chunki salbiy obrazni shu aktyor o'ynaydi, ijobini shu aktyor o'ynaydi. Bu yerda играй, орысша aytganda играй зло, ищи где он добрый deydi. Ashta nima bor, termin bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, aktyor uchun har ikkilisi muhim egizlik tutilgan bir narsalar. Bu so'roqqa shunday javob yetadi deb o'ylayman. Rahmat. Endi sizning asosiy maqsadingiz nimada?
Endi hozir asosiy maqsad deyishga bo'lmaydi. Hozirgi kunda bu teatrda ishlab yurgan paytimda balkim shunday maqsadlar bo'lgan bo'lishi kerak. O'ynash, shu o'zimniki, yashirikki cho'ng bir obrazlarni yaratish bo'lishi kerak. Biroq hozir men hurmatli dam berishda mening hozir tilaydig'idim mushu teatrni cho'ng egiz cho'qqilardan ko'rsam deyman. Amin. Shunga xushal bo'laman. Teatrningki har bir izlanib topgan utuqlari menma hurmatli dam berishda bo'lsam, ashmu mening ulushim bor deb o'ylayman. Chunki ashada qolgan yoshlarning ichida men o'zimniki ashunday shogirdlarni qo'ydim desam, ben bunu işleşti kaldı itibatkan bulunmanda. Çünkü şu şagirdlerim gayda yoklap geldi. Yaxşı çıraylı sözlerini etidi, teatrda bo'layotgan yeniliklarni etidi. Şunun için ben de o'ylayman, bu şu san'atdagi en asosiy muhim narsalarning biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri, rahmat Mirzahmat aka. Endi sizni shundaqla teatrning sahnasidan boshqa biz shundaq roliklarni ko'rib жүрміз. Yaqında derishlarniki bir rolida siz ijod qilib o'yindingiz. Shu haqida bir oz aytib o'tsangiz. Ma'qul. Buni Dilmurod Rayimla har vaqtida shundaq bir roliklar tushaganda chaqirdi. Ularga ming bir rahmat. Endi şu rolikdagi narsa bu yerda so'z yo'q. Asosiy shu otasi bolasini harbiy xizmatga uzyapti deb o'ylaylik, tushunaylik hasta. Shuningda shu bolasini qiymay, yana shu bolasiga to'ymay, shunda qarab putidagi tufliniki Şunuri yeshilib ketganini ko'rib, shuni qanchalik kuyunib, qiymay, ko'ngli buzilib, bog'lab, bolasiga xo'sh deb etib, shu bolasiniki qarshi tugugicha uzitib, bu kichkina bir prosesda qo'yaylik. Bu yerdagi aktyorga berilgan maqsad nihoyat shu. Bana aslında sözü yok yerlerde şahsen üzerindeki oyunum keldi dostlar. Şu içki halat bilen aslında berelsem bu aktörün baxti. Endi şu qandaqda bir kichkina araliqdagi üzülüş, mushu balaning putidagi shnurni bog'lagan vaqtingiz xalqning yuragini uyg'otdi. Hatto xalqlarning ko'zidan yoshlanma oqqan yerlari bor. Endi ota-ona degan bola qancha cho'ng bo'lsa, mehri bo'lak ekan. Shundaq-ku. Albatta. Shuning uchun hamma yerda shoir bo'lsin, kompozitor bo'lsin, ana Alman hürmetli anladır. Nakşlarını yazılır, şairler, şiirlerini yazılır. Şunun mu deydi o.
ana bir kolu büyüşükte etse, yani bir kolu da dünyanı tevhid eder. Ana şunun için her vakti muşundak temalar bulup mu muşu bizdeki hazırki muşu işimizde onun da mı çoğunkur rollerini oynaydıgan vakitte ben ketip kaldım iken de böyleyim. Şu gayet Sahne sığınatsız mı? Mening bu sualıma badi, siz sahne sığınamsız deganmi bir sualim badi. Mana sizning ko'zingizga yoshlar ayib ketdi. Sababi haqiqiy san'at insoni, sahnani suygan Mirzahmat akamiz. Apirin sizga. Rahmat, sizlarga rahmat. Endi Mirzahmat aka, siz mana roliklar bilan o'ynayapsiz. Sahnamizda talay asarlarni yo'riqqa chiqardingiz. Şu əsərlərdə oynayan rolünüz bilan rolikdə oynayan rollarning bir farqı bolamdı siz üçün? Elbette bir yerde çok fark var. Sahnede bir obrazının beşi, o'ttirisi ayrı oldu. Bununla aktör şunun tayarlandı. Şu arkalık özünün işgaleti bilen bu obrazını to'liq yaratib beradi. Endi rolikdagi qiyin narsa ko'pincha söz yo'q bo'lgandan keyin uni shu yurak bilan yetkazish kerak. Yurak bilan, ko'z bilan, hamma organdagi odamdagi hamma narsa ishga qo'shilishi kerak. Shu paytda bu durust tomoshabinni ishontirishga bo'ldi deb hisoblayman. Rahmat aka. Endi shundaqla sizni biz roliklarda ko'rdik, teatrlarda ko'rdik. Sizni suydigan tomosha bildiringizmi? Sizni sirtingizdan to'ni bilayotgan tomosha bildirimizmi? Talay. Shundaqla sizni biz to'la Qozog'iston Respublikasining reklamalarida to'la ko'ramiz. Shu reklama haqida bir oz aytib o'tsangiz. Bu bir qiyin savol. Bu reklamaga nihoyatda nurg'un ig'ir kasting bo'ldi. Shuning ichidan tanlab oldim. Men shu keyingi yillarda bir 10 necha rolikga reklama tushgan bo'lsa kerak. O paytlarda bu roliklardagi bu reklamani hammasini Kiyev shahrida o'tkazadi. Endi u yerdami ig'irligi bor. Uning ig'irligi bor. Bu yerda asosiy narsani men tushunganim, bu yerda reklamalarda rejissyor kuchli bo'lishi kerak. Rejissyorniki shu izdanishi qanday vaqtda shuni durust keldi, asla rejissyorning kuchi nurg'un keldi, shuni bildim. Aktyor uchun qiyin, endi bir yerdan da bo'lsin Olmaotadan Kiyevga berib, uçup berib, aşağıda bir yat, biz uchun ömrde ko'migan bir odamlar bilan ishlab kelish qancha qiyin bo'ldi. Biroq u vaqtlarda shu mablag' tarafidan nihoyatda bizga kuch-quvvat berdi. U vaqtlarda ular yaxshi to'labdi. Shuning uchun uni yo'q dematdik. Yaxshi. Rahmat Mirzahmat aka. Endi siz yana qaytib shu san'at teatrimizga kelsak, siz teatrsiz hayotingizni qanday tasavvur qilasiz? Siz mana hurmatli dam olishda yeshingiz yetdi, endi sizni mana chiroyli uzatib dam olishga chiqadi. Shu teatrsiz tasavvuringiz qanday bo'lyotdi? Bu mening uchun kichkina ig'irroq savol bo'ldi. Teatrsiz ben tasavvur qilolmayman hayotni. Chunki meniki ta'limdan to'liq umrim o'ylasam teatrda ketib qoldi. Men 25-24 yoshlarimda ashunda kelgan bo'lsam, ana hozir 70 keldim.
bu şu 70'nin içinde demin çıkarken vaktim 7 yıl olsa kalan hayat hemse sakın tuttu. Kat'i nazar çoğun rollan oldu bu hayatta. Otura rollan oldu, epizodlan oldu. Ben hiç birine ükünmeyim. Kapı olmayım. Nimişke şu peytte şundak yaxşı resurlar bilen, küçük resurlar bilen işildi. Kadir Jetpusbayev, Baytin Umarov, Azerbaycan Mambetov. Ben ulanın itini atıp, hazırki resurların tüven düşeginim emez. Hazır bana Yakuzcan Şamiyev, Aziz İskenderov bana resurluk git vardı. Yaman emez, özlü güçlük, özlülükki Allah Teala bergen talantı bilen spektakllarını koyup git vardı. Halkma menimce aşılardan hüzün tapıdı, hoşal oldu dep oylayman. Bırak şu bayakıdek elbette tiyatrısız ömür sürüş kıyım. Deyman bu, gayda şülümge kırıldı sahne. Bir eserlerini oynayma, şunda biz oylap, bunda piyesalar yoktu bizde repertuarda. Deyme şu oynap tükeydi, okansan şu. Kaytıdım, eğer mümkünçülük olsa şu peyte şu görüp atkandı yazılan bir teknik olsa ben oylayayım, acayip spektakl çıkarttı o da oylayayım. Şunun için hazırkı bana bizde şu Nurgul Tamaşman'ın köngülü su içmeyicigini bizde milli dramaturgi yokluğun orundan. Şunun için küçükine halkımız tiyatrdan sel ıcraqlaşıp kaldı mı degan oylap keldi. Biroq tirishibotidi, yezibotidi şunun ichidami endi menimcha bo'lganda ozlik qildi deb o'ylayman. Kam deysiz bu? Kamroq. Biz nima deymiz, har qachon teatrda shundoq milliy cho'ng dramaturgiyalarni yazsa, shundoq dramaturgiyada shu bolalar o'ynasa deb nurg'un bolalar hozir teatrning tirik bo'lib turgan mana Farhod Davud, G'ayrat To'xtabokiyev, Turg'onjon Ijimov, Dilshod Amonbayevlar mana kelajakda ashlar uchun o'ylayman spektakl yezish kerak. Bu bolalarning hozir yosh tashkil bo'lmaydi, o'zi 60 ishga bordi. Ana shundoq asarlar her bir shundoq talantli aktyorlar yezilsa, ben deyman o gulning ustida gul bo'ladi. Bununsiz ben milli dramaturgisiz teatrni tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun men o'ylayman ki hozir shu mablag'ga bola ashtaq bo'layotganda ben onun xabarim yo'q. Biroq ishini men milliy teatrda milliy dramaturgi qo'yilishi kerak. Uyg'ur teatrining drama aktyori Mirzahmat Usmonov. Dada degan so'zning o'zini ünlük italmay, faqat xiyolimda dada deb vaqrab kelaman. Çünkü dada sen kichigimdilla yenimda yo'qsan. Ba'zida dostlarımның dadısının kolundan tutulur, o bu yeniği ütülür, ballık çağlarının hoşallığı patmay ki vakındı kögünümde. Bilemsen dada, midin zürgün köyü içip giderdi. Çünkü sen
Benim yenimde yok sende de. Ben o senin kolundan tutup, bağlıyımdan söyüp, bişinli sipap, içindeki sırrım ne, hoşallığım ne, itkim kiletti dada. Mirzahmet aka, endi shundoq shu bir nimalarni bilgim keldi, biroz mal emas. Butun tomoshabinning sizga bir savoli deb o'ylayman. Xo'sh. Siz Shaken Aymanov kino studiyasidami o'zingizning ulushini qo'shdingiz. Shu haqida bizga bir oz tushuncha bersangiz? Mayli, biroq rost tushdim. Bir yerda Shaken Aymanov tushganda cho'ng rollar emas u. Shundoq rollarga chaqiriladi. Endi rolning cho'ng kichigi bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Uni bizniki shu realistik ustozimiz Stanislav cho'ng rolning cho'ng kichigi bo'lmaydi. Biroq endi o'ylaymiz deydi, yosh yetgandan keyin bir cho'ngroq bir rollar bo'lsa kerak deb. Biroq oldirkusi Kuna, Ангелочек, Откройте дверь, я ваше счастье. Yani şuna o'xshab bir qancha filmlarda tushdim. Bundan keyin cho'ng rollar bo'lgandi, biroq u vaqtlarda Qozoq xonlig'ida bir rol bo'lgan. Shu paytda mening inim qaytib bo'lib ketdi. Men undan otrицательный javob berdim. Ben başlamaz olacaklar kaldım, ben baramayla düşürmedim. Ondan keyin 3 yıl o'tganda Muqagali Maqatayev to'g'ri kino tushganda ashada Moskvadagi bir arbobniki rolni berdiki 30-avgustda akam qaytib ketdi. Yana Üzülüş bo'lib qoldi. Bağımdan tushundim. Bunisi chaqirtirdi, chaqirtmaydi emas, chaqirtirdi. Gay vaqtida o'zimga durust kelmagan yoqda javob berdim, bo'ldi. Shunday. Nasıl shundan tugaydi. Tushunishli. Endi yaqin xalqimizni bir xursand qilib, ajoyib bir yangiliklarga bo'lib, yangi Ruh namlı qisqa metrajlı kino chiqdi. Shu rolda siz Aqsaqalning rolini o'ynabsiz. Shu Aqsaqal bo'lganda, duga berganda, yeningizga kichkina bolani qandaqdir bir bezlab, shu bolga qanoatligidek, o'zini basqidek bir duolar berib, so'zlarni aytganda, bizningki ichki qatlamlarimiz, yuraklarimiz shunda qandaqdir bir hasrat o'xshash bir nimalar tushib, g'am qayg'ular tushib, bizmi bir ig'ir bir ruh tushib qoldik-da. Mush haqida biz ruh haqida aytibsiz. Ondan keyin bu filmni ruh deb atilishning sababi nimada? Endi durust bu. Bu senarisini shu rejissyor bilan o'sha Absalom Yusufga bu xeyli yıllarda tayyorlangan. Bunun tayyorligi bor kinoda buniki. İlk tayyorlik qancha ko'p, uzun bo'lsa, uniki natijasi sufati yaxshi bo'lgandan biz mana ko'rdik. Bu yerda bu shu hozir bo'layotgan yo'qotgan mehr shafqatning yo'qligi. Bütün insanның bir qatillik, adamgarchilik nimasidan yo'qotib chiqib ketganlik, bir-biriga bo'lgan siylash hurmatning yo'qotganligi, qarindosh bilan qarindoshning orasidagi do'stlikning yo'qotganligi, shu asosda
bizniki ajdodlarimizniki ruhlari shunga e'tiqod qilib mushundaq eskichiliklar bo'lmasa ekan. Ashlaniki ruhlarimizni qo'llab quvvatlashgan degan bir arzu armonlar bo'lishi mumkin mening tushunigimda shundaq bir narsa bor. Chunki bu yerdagi ishlash protsessida shuni men bayqadim. Bundaq deganim, shu rejissyorlarningki qanchalik ish kirishi, shu prodyuserlarning shu kollektiv bilan bil bo'lishi, har biriniki qishig'i kelib, shuniki ahvolini so'rab, qisqasi mehr shafqatga bo'linishga shu tushunilish protsessidan tayyorlik bo'lishi kerakligini tushunib tushundim. Shundaq tayyorlik bo'ldi bu kinoda. Shuning uchun men o'ylayman, bu shundaq festivalga tayyorlangan kinoda rejissyor degan mana Kanadadan, nimlardan shundaq cho'ng utuqlar bilan qaytibdi. Значит, shunga bir kishilik hassamni qo'shdim deb o'ylayman. Yaxshi. В нашем фильме старейшину села играет Мирзахмет Ушуров. Мирзахмет Ака замечательный, талантливый уйгурский актер, очень фактурный, с таким потрясающим низким голосом, знающий традиции. Я благодарен, что он принял приглашение принять участие в съемках. Он молодец, спасибо ему большое. Кім кешесің бе? Бір қойға 15 мың теңге. Таксимін. Шұғыламасаң Шерхан! Жоғал көзіңді. Күні бойы кроссвордқа шықшиып отырсаңыз, сіз не көресіз? Ерғалым, тұрш! Ерғалым, тұрш деймін! Ерғалым, тұрш! Тұр деймін! Ұрыңыз мені! Ұрыңыз мені! Ұр мені! Bu balda Atıboğullarının ruhu var. Endi şu ruh degeni nemki? Ma'nosini aytib o'tsangiz. Biz bir beshimizga eg'ir kun tushganda ajdodlarimizning ruhlari yo'lishgan deb Alloh taoladan so'raymiz. Mana hozir mening tushunigimda, hozir mushu kunlarda ashundaq ruhlarni biz ranjitdikmikin deb o'ylayman. Chunki mushu Uyg'ur degan so'zning o'zi birlashmak degan so'z, uyushqoq degan so'z. Bizning hozir bo'layotgan, mushu anglayotgan alomatlarimiz odamning aqliga sig'maydigan narsalar bo'lyapti. Shuning uchun ashundaq ruhlarimiz bizning o'zini o'rayotgan deb o'ylayman. Bu ruh degan, bu mening tushunigimda ajoyib qo'llab, yar yo'lak, tirak bo'ladigan narsa. Shuning uchun uni o'ta ayab, mehribonlik bilan saqlash kerak deb o'ylayman. Rahmat Mirzahmet aka, tushundik. Endi siz Oqsoqolning rolini o'ynadingiz, shu ruh qisqa metrajli filmda. Shu roldan chiqish sizga oson bo'ldimi? Rolda siz faqat bu ruhda emas, teatrlardami rollarni o'ynaysiz? Shu rollarni qancha vaqtda chiqasiz? Tushundim. Biz mana teatr ishlab yurganda bir pyesani olsak, u albatta u pyeslar tayyor bo'lib kelmaydi.
Başta üstel üstüde işleş prosesi başladı. Bu yerde rejissörün yardımı bilen, aktörlerin yardımı bilen, tekstler bilen özgürüşü mümkün, başka tekstler koşuluşu mümkün. Boşunda iş prosesi çoğurak spektakller 3-4 ay işlendi. Ondan keyin sahnaga chiqdi. Shuning uchun men o'ylayman bu ig'ir ish, конечно, ig'ir narsa. Shundan keyin shu ish protsessida üstel ustida ishlanib, tekstlar o'qilayotgan vaqtida aktyor asta shu obrazniki asosiy maqsadini izlab onun ki sahnenin mizansenik çıktı. Mizansenikte o kandak bangattı, kandak karattı, kandak sözletti. Bara şu asta çember pekrap. Ahırı şu obrazniki yerine kildi. Rejissör elbette yol sep durdu. Şu paytda rejissörniki maqsadi bilan aktyorning maqsadi bir yerga kelgan vaqtida o obraz tepildi, şu obraz yasaldı da işleşlik yetişkindi. Rahmet. Hürmetli teletomoshabinlar, hürmetli dem eshitib bo'lsinmi, Mirzahmat aka, Nuronulum o'g'li Ushurov mana o'zini sanatsiz, teatrsiz tasavvur qilmay o'tib ketmagan drama aktyorlarimizning biri mana. Mush akimizga bugun qimmat vaqtini bo'lib kelgani uchun ko'p rahmetimizni aytamiz. Mirzahmat aka, sizga bugungi kuningizda bo'lgan suhbatiga cho'ngdan cho'ng rahmatlar aytaman. Sizlarga rahmat. Men o'z tarafimdan mushu qadam Uyg'ur tili studiyasining hamma xizmatkorlariga, hammasiga cho'ng tashakkurligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Ishinglar o'ngdan bo'lsin. Qadiminglar o'ngishliq bo'lsin. Amin. Mushu xalqimiz uchun xizmat qilinglar. Tekstlar yosh hamma narsa oldinglarda. Rahmat. Shuning uchun meni deydiganim mushu bosgan qadiminglar har doim o'ngishliq bo'lsin. Amin. Boshqa nima deymiz? Xalqimiz tinch bo'lsin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Uyg'urlarimiz, Uyg'ur millatimiz bunu g'aflat uyqusidan uyg'onsin. Ana tildan arilsak ishning tugugini hammanglarga ma'lum. Hozir dunyoda nima bo'lyapti? Biz mashada Qozog'iston kengchilik yaratayotgan paytda buni millatni saqlab qolishimiz kerak. Agar sal qattiqroq aytib qo'ysam, kechirib o'tinglar. Biroq ana tilni jutagan millat bu yo'qolgan millat. Mushni esinglardan chiqarmanglar. Rahmat. Sizlarga cho'ng rahmat. Rahmat sizga. Hürmetli teletomoshabinlar, keyingi uchrashguncha omon bo'laylik. Xayr, xush.